Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi ishlarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Betimizga 6 eshik, 6 ta rom, pastlariga kraskalarni olib berdik. Oldin qilib berganmiz. Bir qator obzor qilamiz. Mana xudo xolasa eshiklarimizni. Betimizga yog'och eshikdan eshik rom qilib berganmiz. Yog'ochdan quruq sasna. Mana ko'rishinglar mumkin. Hammasi o'zgacha chiroyli bo'lib, lola fasonda bo'lgan. Bularimizni kvadratini 1,5 milliondan qilib berdik. Tepa karnizlari, aynalari xudo xolasa hamma yo'g'i chotki bo'lib olib kelib o'rnatib berganmiz. Kimga eshiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimizni opsiyada qoldiramiz. Xudo xolasa boshladik. Mana eshiklarimiz, zamovlari toza stemol zamovlardan o'ta go'zal. Ishlashlari hamma yo'g'i zo'r. Mana orqa ko'rinishlari ham o'ta go'zal bo'lib o'rnagan. Xudo xolasa bir obzor qilyapmiz. Oldin o'rnatib qo'ydik betimizga. Bir obzor qilib ko'rsataylik deyapmiz. Xudo xolasa mana ishlarimiz o'ta go'zal, chiroyli bo'lib olib kelib o'rnatganmiz. Bu tarafimizda ham mana ko'rishinglar mumkin. Hamma yo'g'i bir xilda bo'lib, tepa past xudo xolasa o'ta go'zal, chiroyli bo'lib olib kelib o'rnatganmiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Bizda MDF, yog'och, akfa hammasidan bor. MDF desanglar, MDF ham qilib bera olamiz. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib qo'yasizlar. Kanalimizga yangi bo'lsanglar, xudo xolasa ishlarimizni yana bir qator obzor qilib chiqarishda davom etaveramiz.